Yo'q, o'zing yaxshimisan bo'ladi, sening yaxshimisiga? Az nima qilamiz ey? Nima qilasan? Bugun $8 ishlading. Onangni abiga to'ymayapsanmi sen? Ishlasana, senga nima qo'lingni ushlab turibman ishlamadi. Yo'q, nima qilamiz aziz? Bu onangni sizga aktiv bermasi kerak-da. Sana onangniski. Sen endi aktiv bo'lib qoldingmi? Sana onangniski. Qarada qara gapni eshitdi, qara. Urumin bo'yicha 41 man, obunachi bo'yicha 230 mingtaman. Yosh bo'yicha sendan yoshman. Onangni sizga sendan nima foyda? Bo'ldi. Hurmatli bizning kuzatuvchilar, o'ta yomon yetishmayapti. Tota. Mendan ishlasa Alibanatga ishlasa kerak emas, na aktiv, na Urvin, na boshqa, hamma chotki. Hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, sizlardan iltimos qilib qolaman. Mana shu Alibanat taxallusi ostida yuradigan Dilshod ismli Muborak tumani, Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan, Muborak tumanida hozirda yashab kelayotgan. Mana shu yigitni Xudo haqqi tekshirishlaringizni so'rab qolaman. Yordam qilib kengroq tarqatib qo'yamiz. Kim bu bola? Qatdan pul oladi? Taxo bilyapti, stroyga qilyapti. O karta o'ynaydi, qumor 500 million yutqizdim dedi. 1 milliard yutdim dedi. Bu kim bu iltimos? Mutasaddi xodimlar imkoniyat bo'lsa, endi hazil huzul o'z eliga Zek onajoningni omiga timtikka kirib ket, onasi jalab. Yo, unaqa so'kmang men aka. So'kmang, men sizni so'kkanim yo'q akajonim. Hayotim bilmayman. O'tirishini qara. Nima o'tirasiz aka? Ona harom buni deydi-da, ona harom. Soat 2'da ham telefon qilyapman. Ha, Milliy gvardiya oldi, dada. Oqilov keldi. Murat Uylan kaptali. Chiqib ketaylik bu yerdan. Alibanat ketdi. Ha, chiqmang. Alo. Ketaylik. Ha, Qashqadaryoda Muborak tumanidan, dada. Bizga o'zi odam kerak emas. O tog'alarni maqtab o'tirsigan o'zi bang'alab tashlaydi. Yo'q, mana. Buni bosib qo'ying. Bosilmayaptimi baqil? Nima bosilmayapti? Yo, to'xtanglar. Bu eko xunuk keldi mana. 2 yil oldi. 2 yosh keldi, 2 yosh. Mana mashqlar dangir-dungir qilsak bo'ladi. Rashid qalaysan? Qanday? Rashid zo'rmi? Hadicha zo'rmi? Hali qanday? Hadichaxon? Bizada korotchi. Ishak ham yo'q bizlarda o'tiribmiz mingtalikka, hech kim yo'q. Bizda oqilib bor, oqilib, qoch bo'lar, oqilib. Qaysi? Ana 41-yildagi? Qandoshingiz mas'ul ish qilib? Yo'q. Ali ke bizlarga, Ali ke hadiga ke Ali. Xudoga shukr. Men kechadan oldin kuni azliga kiruvdim, hali beri bir 3-4 kunlar, bir 5 kunlar kira olmasam kerak. 800 ga urib tashladi-ku meni o'zimga. Endi bir olasanmi? Kamola. Bo'pti, bitta boshida mana shunday bitta Bos. mana prosta o'tir. Hadi barakangni olib kel. Barakani olib kel, hadi. Jigarlar, hamma like jigarlar. Qanday hadi? Videoni ko'rpan, otang chiqibsa, tabriklayman. Rahmat, Rashid, rahmat. Ro'zo bo'lsin do'stim. Rahmat. Hamma like jigarlar. Birga yashayapsanmi endi uydami? Yo'q, bugun olib kelaman-da, bugun. Uyda qo'ygan ekansan o'zi. O boshqa yerga borib qo'ydim. Malades. Olib kel, uyga qo'yib qo'y, uyda birga yasha, xudo xolasa. Aha.
Bugun kechga keladi. Bugun abitdan keyin olib kelaman. Okey. Maza qilib yashasin bizni davrimizda. Voy billat. Ya. Oqilovga tashladi. Oqilovga tashladi. Oqilib tashladimi? Oqilovga tashladi boz kim bo'lsa ham. Mana shu dunyoda eng katta xatosi shu bo'ldi. Voy, bilat, Oqilib tog'iga tashlab qo'ydimi bilat? Hozir so'kdi Oqilovni bu. Mana qo'tib kechirim so'rasin shu donator, mana qo'chib kechirim so'rasin. Iltimos, Alibana, bir narsa deb qo'ying. Oqilibga qarshi chiqyapti. Voy, bilat, men bunday holat ko'rdim. Bitta bo'ri bilan chiqyapti. O'qilib ham sizga shu qilgani. Oqilib shet tamish qilib, Hozir qo'yanmi bilmayman. Hali o'zi bor yo'q odamga nima qilasiz? uxlab qolmadim ekan, yoniga borib o'ynayman, battar dashnab payt uyg'otib turaman. Mana Hadichani ham ish yurib ketdi, ko'z tegmasin. Har dana tushganda sekin halqani qilib oladi, yaxshi bo'lib ketadi. Diksoga kakti. Ko'z tegmasin. Oqilibdi uyg'otinglar aka, uxul tepada uxlab qoldi, yo chiqib ketib qoldi. Alibanat Ha, kelib qoladi bu. Bilmadim. ko'ta Oqilib urmasa, bugun Hadichani tug'ilgan kuni ekan. Meni bilishim bo'yicha Jigarlar. Nima bunaqa bo'ldi deb bilasizmi? 60 ga chiqdim siz bilan o'ynab. Ungacha mehrimi bo'lmadi-ku. Kecha mana ko'p ishlardi. Bugun kirib ko'rdim, lekin 67 ga bilan turgan ekansiz. Mashining Qara. Taraf bor-ku shunaqa ko'rar ko'zimyapti hozir meni. Dara nima gaplar? Yomon ko'ryapti. У нас, короче, последняя цель осталась. için abicim. Yok. Olsa zaten Jigarlar. Hozir Sardorjalar hamma pulini yechib olibdi. Rasa maqtadim bitta she'r uraman ekan deb o'ta ham urmadi, bilad. Pizil buni. 1000 dollarlik maqtab o'tirdim, bilad. Ikkovimiz qarang qancha maqtadik. Oxiri Oqilib kelib solib berdi jalab üst-üste she'r. nima? Hadichaxon, Oh, Hadich sizni donatoringiz o'ta kuchli ekan. Bu Rashid Gadayni bekorga nomini qo'ymagan. Aziz Gaday, Alibanat Gaday bir yordam kuni ham qisib chiqib ketsin. Oqilib uxlab qolibdi. Oqilib kelsa o'zimiz qaytarib yuboramizmi? Tevada uxlayapti Oqilib hozir. Alibanat men sizga aytaman. Kuchli donatorlarni oldiga borib olib battle o'ynash kerak deyman. Bitta katta battle olaman, oldingizga borib o'ynayman-a. Alibanat? Bo'ldi. Ha? Qaysi kun bizga faqat seshanba kuni o'ynangda, seshanba kuni o'ynasangiz menga atib turaman. Hech bo'lmasa bir 1 million zapravkam bo'ladi har seshanba kuni. Oldingizga boraman, yo'q, oldingizga borib turib o'sha yerda battle aniqlab bir kun o'sha yerda turib bo'lmasak bo'lmaydi. Jigarlar yutolmaymizmi? Bir 10 kalik narsa yo'qmi? Ehson battle bo'yapti, u tomonga uringlar, kim mana Hadicha degani o'ta qiynalib qolibdi akalar, ozgina yordam qilib bersalar, mana shu insonlar. Rashid boz, yana bir marta boz o'tiribsizda, boz. Aziz nechida protestlar ey? Men ham haligingda ochdim. Shu Sardor o'chirganda ochamizda. Shuni bilaman. Sardor o'chirganda ochib olamiz. Sardor pulini yetmasin deb ochib padilitsiya qilyapmiz. Voy bilat, mana bizni qasdi bormi? Yo'q, mana
Haqiqatda ehson yig'ilyaptimi u tomonga Ali Banat? Bilmayman, bizda hech kim yo'qmi? Urmayapti bilan. Hadichaxon ismi nima akangizni? Nima qilasan? Nima qilasiz akajonim? Zo'ro'sa odam ekansiz, bila bizga ham ozoz qaralashib turing aka. Nima qilasiz aka? Bunaqa ism birinchi marta eshitdim. O'zlaringga O, o'zlaring. mana Umidjon akam keldi. Ali Banat. Hozir nima qilasiz aka bilan Umidjon akam nazara solishadi hozir, ko'z tegmasin. Nima qilasiz aka, Amerikadami hadicha? Ha? Malades, ishlarni rivojini bersin. Hozir mana ochilib degan bitta aka xontovoqlik ko'z tegmasin, ashkiri bir Oqilov. Sardorga. Manitasini olasiz, familiyasini bilmaysiz. Oqilov. Hali tashib ketadi. Ana qani harom o'ta qo'toq nima efir ochmadi? Kuli. O'ta yomon, men ertaman keyin ochadi. 25:00 ga battle deydi, video qo'ydisam. Mana dedi, 25:00 ga battle deydi. Mana biz gapimizga javob beramiz. O'ynami menda yo'q deydim. Yana yetolmasdan uradi. Voy. Uradi. Qaradi, aka, biladi biz tomonda Liksiz og'a? jonli ijro bormi? Ne biladi? Ular? Ha! Oy! Hozir Hech kimimiz yo'qmi? Ali Banat, biz gapimizga javob beramiz liboy joyda. Men 5x qo'yib beraman dedimmi? Men qo'yib